Buning ichida bemalol bitta odam yurishi mumkin bo'ladi va bu kabinalarga bo'lingan bo'ladi. Buni nima deb o'ylab turgan bo'lsangiz, bu shunday mustahkam narsaki, buni har xil razmerda katta, kichik, uy-joy va undan tashqari korxonalarga ham bemalol qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Buni ko'pchilik bombaga o'xshatishdi. Shimoliy Koreyadagi atomli bomba ham deyishdi. Lekin bu narsa siz uchun juda ham foydali narsa. Nima uchun? Mana yosh kattalarga, o'zingiz uchun yangi uy-joy qura turganlarga mana bu yerdan drenaj sifatida suvni yutib yuboradi. Va bu narsani zo'rligi sizga umuman xit keltirmaydi. Assalomu alaykum Sardor hurmatli tomoshabinlar. Biz bugun Xudo xolasa sizlarga mana shu narsalarni ko'rsatish uchun Namangan viloyati Namangan tumanidagi ushbu Tepaqo'rg'ondamiz va Muzaffar akamiz oldilariga keldik. Bu yerda qarang, kattalari ham bor. Bemalol siz pul ko'chirish orqali siz to'lovlarni ham qilsangiz bo'ladi. Korxonalar, tashkilotlar, undan tashqari uy-joylarga nima uchun, qanday ishlaydi, buni kabinalari bor. Ular haqida ma'lumotni olamiz. Va siz albatta bitta like bosib qo'ying. Yangi uy-joy qurib turgan do'stingiz, dom qurib turgan qo'shnilaringiz, tanish akalarimizga ham jo'natib qo'ying. Chunki mana bu общиga tushganda hamma narsani bu bakteriyasi yeb yuborish kerak. Ana shu narsalarda sizga hozir to'liq ma'lumotni Muzaffar akamiz o'zlari beradilar. Like tayamasangiz bo'ldi, Xudo xolasa biz sizlarga bular haqida ma'lumot beramiz. O'zbekiston bo'yicha dastavkalari bor. Bular haqida ham to'liq ma'lumotni videoning ichida olasiz. Mana shunaqa qilib tepgan taqdiringizda ham sinmaydi. Sababi o'ta baquvvat narsa. Bu narsa nimalardan o'zi Muzaffar aka? Sardorbek, yaxshimisiz? Ha, Sardorbek bu Stigla House'dan tayyor bo'ladi. Shisha tolalik material. Shisha tolalik. Ha. Evaksini simolar, o'sha tarkiblar qo'shiladigan anaqalari bor. Zo'r. Xo'p, bu narsa o'zi qanday ishlaydi? Buni biroz aytib o'tib keting. Buni o'sha ko'pchilik biladi. Bular ancha odamlar tushuncha ega bo'lib qoldi mana. Buni ichida kameraga bo'lib qo'yganmiz Sardorbek. Kameraga. Общий gryaz birinchi kameraga kelib tushadi. Mana unga. Mashinga. Buni o'rtadagi avarniy vaqtlar kelib har xil narsa tushib qolsa tozalash uchun. Mana uchinchisi dimoxod uchun. Bitta dimoxodni bu tomonga ko'tarib, mana shu bitta yerda tepasiga chiqib turadigan mana shu dimoxod xohlagan tomoningizga ko'tarib qo'ysa bo'ladigan shu dimoxodni. Mana to'rtinchisi avarniy deymana o'zini atrofiga drenaj sistemasi, yopiq drenaj uchun. Xo'p, bitta narsa suv bilan endi axlat keladimi? Misol uchun domlarda bo'ladi, bitta bo'lsa shuv olib ketadi, to'g'rimi? 3-4 litr suv bilan olib ketadi. Undan tashqari kir yuvadimi, boshqa qiladimi? Farqi yo'q. O'sha ovqat yuvadi, misol uchun idish tovoqlarda, ichida har xil narsalar bo'ladi. U borib kanalizatsiyada oxiri bir joyga tushadi, mana shu yerga. Bu yerda gryazga tushgandan keyin mana bu yerdan bo'lingan, например, mana shu yerlardan bo'lingan va bu yerda nima qiladi? Bakteriyalar yeydi. Bakteriyalar suvga aylantirib, kameradan o'sha faqat suv o'tkazadi xolos bu tomonga. Cho'qindan o'tkazmaydi. Suv yerga singib ketaveradi, cho'qinnisi borganligini hisobiga. Hali yerda ko'zini bekitib qol degan narsa bo'lmaydi. Hali salafan tortib qol degan narsa bo'lmaydi. Sizlarga qo'pol qilib tushuntiradigan bo'lsam, 1 paqir yoki 10 paqir suvni shuni bir yerga to'kingda, bir joyga. Shuni ertalab qarang, yo'q bo'lib qo'ygan bo'ladi. Xuddi shunday bu sekin miqdorda tushganning hisobiga yer yutib olishi mumkin bo'ladi. Ashunday. Xo'p, bizda Muzaffar aka qancha tonnalidan, hajmlidan qanchagacha bor bizda? Bu o'sha 3 tonna, asosan 3 tonnalikdan, eng hit trenddagi xonadonlarga asosan qo'yilyapti turgani, mana shu 3 tonnalikdan u yoqqa ketaveradi. Kelishilgan holatda 50 tonna, 100 tonna, 200 tonna iloji bor. 200 tonnani ham iloji bor. Olib ketib olishchi, bo'lib olib ketamiz. Bo'lib olib ketamizda u yerda tayyorlab olsa ham bo'ladi. Zo'r. Biz ayni tayyorlash joyidamiz, akalar. Bu yerda optim, bemalol Xudo xolasa siz uchun maxsus mana ko'rib o'tishingiz mumkin. Haqiqatan bombaga o'xshaydi bor-ku. Atomli bombaga o'xshaydi. Ayniqsa mashinaga yuklangandan keyin mana shunaqangi hajmlari bo'ladi o'zini ko'rib o'tishingiz mumkin bo'ladi. Juda ham baquvvat bo'ladi. Aka, bularda narxlar haqida yengil biroz tushuntirib o'tib keting. Uy-joy qurmoqchi bo'lganlar nechilikdan qo'ysin va qancha bo'ladi o'rtacha? Xo'jaliklarga asosan 3 tonnalik qo'yilyapti. O'shalarda 3 tonnalarda vodiyga dastlabki montajimiz bor, 7 million so'm. 7,5 million so'm. Montaj, ustanovka. 7,5 million so'm. Ayda bo'ladigan xarajatlarni qilib berishadi.
Bundan kattaroq 4 tonnalik, uni narxlari sekin o'zi yuqori bo'lgan sari kelishilaveradi. Kelishilgan holat. Tushunarli. To'lov usullari, to'lov usullari borgandan keyin ustunovkadan keyin berishaveradi. Bu tashkilot boshqalarnikichi? Ularda perchisleniya pul o'tkazish yo'llarini ham imkoniyatimiz bor. Xo'p, dom qura turgan akalarimiz bundan buyog'iga mana liniya bitta bo'lyapti, isitish, kanalizatsiyani qilasiz. Ana shunda sizning eng og'riqli joyingiz kanalizatsiyani qanday qilib bartaraf qilaman deydigan bo'lsangiz, mana shu narsa. Endi shaharlar hamma joy ham kanalizatsiyalashtirilgan. Shunday. Xo'p, mana shunday joylarga mana shu narsani qo'yadigan bo'lsangiz, bosh og'riqlar kamayadi. Kamayadi. Kattaroq ob'yemlarimiz shu bor 50 tonnalik, 100 tonnalik, uni imkoniyati bor hammasini. Yana yangiligim bor dedingiz. Buni yangilik misol buni ichiga mana shu misol bir kunda misol 30 tonna yoki bo'lmasam 50 tonna bo'ladigan bo'lsa ob'yem, o'shanga o'sha 30 tonnalikka o'sha 40 tonnalik ob'yemni qo'ysangiz, bu to'klik sistema bilan o'sha suvga aylantirib yo texnik suv qilib, zo'r qilib qayerga chiqazib yuboramiz yoki bo'lmasam yerga singdirib olish imkoniyatimiz bor. O'sha katta ob'em. O'sha 30 tonna keladigan joyga o'zi asli necha tonnalik qo'yiladi? O'zi 30 tonna keladigan joyga 100 tonnalikcha bo'lsa, 100 tonnalik kam 100 tonnalik qo'yish kerak, rezerv bilan. Buni lekin o'sha 30 tonnalikka o'sha mashina turgan mana 35-40 tonnaligimiz bemalol apparat qilib beradi. Tushunarli. Demak, mana sistemamiz hozirgi biz ko'rsatib turgan Muzaffar aka, endi bu haqida men ham tushunchaga egaman, shuning uchun ko'p gapiraveryapman. Bu drenajli sifatida o'zi sekin yoqdan yangi suv kelishi bilan bu yoqdagi suvlar chiqib ketaveradi akalar. Tushuntirishim bo'yicha mana ustani o'zlari tushuntirib bersalar ham zo'r bo'lar. Ag'dan kiradi, bu yoqqa yana suv o'tadi va yana suv o'tib, shu bilan suv chiqib ketadi. Shunday. Xuddi shu holat. Sistema shunday ishlaydi. Samotak variantda ishlaydi. Shunday yangi suv tushadi, bu yoqdan yangi suv chilib tushadi. Ana shu holatda aylanishi mumkin bo'ladi. Demak, ko'rib o'tadigan bo'lsangiz, mashina nechta tonnalik aka? Mana 5 tonnalilar mashinlar. 5 tonnalik. 5 tonnalik, Xo'p, bakteriyalar, mana ularni qayerdan olamiz aka? Bakteriyalari hozir ilgari, misol shu ish bilan misol 6 yildan boshiq shug'ullanayotgan bo'lsak, bilasiz Sardoba birinchi bilsangiz, birinchilardan o'zimiz ochganmiz bu yerda. Bu bakteriyasi ilgari o'sha 5 kishi, 3 kishi shug'ullansa, hozir yuzlab odam shug'ullanishni boshlab bo'lgan. Bakteriyada muammo yo'q. O'zimizning qo'limizda ham Moskvadan keladi, o'zimiz qo'limizda постоянно bo'ladi. Zo'r. Xo'p, bakteriyani yana bitta narsa, oddiy mana chuqur kovlab qo'yganingizga tashlasangiz ishlamasligi mumkin, lekin mononda zo'r ishlaydi. Sababi buni nima uchun o'rnatishingiz kerak? Buning ichida bakteriya zo'r yasha oladi. O'ziga haqiqiy komfortni zona hisoblanadi. Suvi sekin ichib ketganligi uchun bakteriya o'zi zo'r hayot kechiradi va shuning uchun sizga zo'r ishlab beradi. To'g'rimi aka? Shunday. Buni o'zi ichidan ham hidlasangiz bir asalda ham hidi keladi-da bundan. Asalda hidi keladi. Shuni hisobiga bakteriya komfortni aytganingizda yaxshi yashaydi. Yaxshi yashaydi. Shunday. Xo'p, shuning uchun xo'p, biz hozir vodiynikini aytdik-da, asosan xonadonlarnikini. Qolganlarini telefon qilsa kelishilgan. Toshkentga 8,5 million so'm. O'sha Toshkentga 8,5 million so'm, 1 million so'm o'sha 3 tonnaligi xonadonlar. Vohaga bo'lsa-chi? Vohaga bo'linsa o'sha yoqqa chiqazib yuboramiz kelishilgan holatda. Kelishilgan. Masofaga qarab. Zo'r. Zo'r, Muzaffar aka, juda ham xursandman, chunki men o'zim ham xonadonimizga hozir qo'ymoqchiman. Ayniqsa mana otalarimiz o'sha yoshlari anchalik qiynalishyapti, orqaga tahoratga borgani. Ana shuning uchun Xudo xolasa mana shundan qo'ysak, shunday muammolar yechimi hal bo'ladi. Hojatxona, ana unaqa mo'ykalar hammasi ichkarida bo'ladi va suvli qilib qo'yiladi. Ancha suvli qilib, как положено, o'sha suvli unitazli как положено qilib qo'yiladi bunda. Ana shunda muammo hal bo'ladi. Xudo xolasa, aloqaga chiqsangiz, qolganlarni ham narxlarini sizga nechta tonnali, qayerga qo'yishingiz, ob'yemingizga qarab, ob'yemingizga qarab hamma ma'lumotni yetkazib, narxlamasini keladi. Xudo xolasa, ana shunaqangi ma'lumotlar sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqaverasiz. Mana shu yerda o'zlari yasashadi va zakazga O'zbekiston bo'yicha, qo'shni Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, ularga ham dastlabkamiz bor. Hammasiga chiqarib beraveramiz. Chiqarib beraveramiz. Bemalol akalar, заграница bu yoqda dokumentalni как положено chiqarib beraveramiz. Gap yo'q. Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar, like bosib qo'yasizlar, uy quruvchi, yangi uy qurib turgan, eski uy bor do'stlaringizga ham jo'natib qo'ying, foydali bo'ladi.